Xo'p, akalar, manzilimiz Andijon qum bozori. Mana malinkiliklar qololsin, mana qala. O'zbekistonning yagona YouTube kanalimiz. Keling aka. Assalomu alaykum. Nech pul olib qolamiz? Shohrux nech pul olib qolay-ku? Akaniki bitasi 95 ming bo'ldi. Ha? Ha, bitasi 38 ming bo'ldi. Bitasi 95 ming aka. Xo'p bo'ladi, sog' bo'ling. Bo'ldi, ushlaveramiz, tog'a hozir. Yuk tushib olaylik. O'li ketib qoladi hozir. Manzillarimiz Andijon qum bozor, paket mahallada akalar. Obuna bo'lib, like bosinglar. Tomosha qilib turing, tog'a. Ha, Shohrux. 57. Akalar, yuklab tushirish jarayonlari. Buyursa ketganlar qilish hozir. Voy, siz sekinroq baqiring Murod aka. Adash ketib qolamiz hozir, tog'a. Mos tushirib olaylik, tog'a. Tortib qarab qo'yar. Tep qoladi, o'qibga. 51 bo'ladi. Yo'q. 600 tepasi hisoblanadi. 51. Xo'p, 51. Narxlari 25 ming so'mdan akalar. Manzilimiz Andijon qum bozor. To'g'ri olibgina, Balig'imiz bor. Sazanlarimiz bor, ilonboshlar bor, amurlar bor. Laqa baliqlarimiz bor akalar. Hozirda 5 xil balig'imiz bor. Hozirda 19 so'm kunda. Hozir chorni pyostralar ham keladi, 6-xil balig'imiz. U endi chiqsa chiqadi, bo'lmasam chiqmaydi. Ko'llar. Oq baliqda turkumiga kiruvchi baliq hisoblanadi. Qandaydir o'zi shunaqa qoramtir bo'lib paydo bo'lib qoladi. Kallasi katta bo'lib. Buni hech kim bilmaydi, qanaqa bo'lib paydo bo'lib qolayotganini. Mana kichkina maydalar oq baliqdan ko'ra ham go'shtli, ham shirinroq bo'ladi. Chorni pyostra. Altmış. 600 tepasi. Sho'ru manzilimizni ayting. Manzilimiz Andijon qum bozor. Sadda mahallasi. Nechta xodimimiz bor? Nechta? Общий xodimimiz. Общий xodimimiz endi 10 ta. Hisoblang boshqatdan, adashyapsiz. Tozalovchilarni o'zini hisoblang. Men no'shtalarni hisoblaganim yo'q. Shopirlarni hisoblang, guruchchilarni hisoblang. Xo'p, tozalovimizda kunduzgi tozalovda 3 ta bor. Oshxona, ko'cha tozalovidan tashqari. Kechqurungisini ayting. Kech paytida 3 ta bor. 6 ta. Qorovul bilan 7 ta. Xo'p, 3 ta shopir. 10 ta. Men ichidagi 2 ta pagrushchi. ichidagi yuradi. 56. 2 ta pagrushchi bor. Hali tekinxo'rlar yo'qmi? Tekinxo'rlar kelib qoladi ba'zi-ba'zida. Tekinxo'rlar yo'qmi? Buxgalteriya, kassir ishlari bo'yicha 3 ta bor. Kichkina. Sen Hoji akangga 3-basseyndan ushlab ber, o'y, mekara. 3-basseyndan sachov solib ushlab ber Hoji akangga. O taroziga olib borsang tortib berasan. O'tir, mana qasi o'ting. Tortib beradi. Hech qilmayapti-da baribir ona. Murodjon aka ishlayapti xolos. Ama bir yo'la tugaydi ama, ha. Men ushlab turaman, ishlayotgan ushlab turaman men. Sizlarga ushlang Shohrux. Bu surib olamiz. Sizlarga surib Murodjon aka. O'chiraymi? Manzillarimiz Andijon qum bozor, Temirxo'ja mahallasi. Xo'p, kunda akalar asosan laqa baliq sotamiz 6 tonna. Oq baliq sotamiz bir 3 tonna. Xo'p, sazanlar sotamiz bir 200-300 kilodan kunda. Amur sotamiz 100-150 kilo. Ilon boshlar ham shunaqa 100 kilo, 50 kilo ketadi. Mana, ko'rdingizmi? Nima bo'ldi? Mana bonus bo'ldimi?
Obunachilargami? Obunachilar bonus bo'lar ketdi. Naqli bonus olib tashlab olaman. Ulardan olsa keyin. Shopir aka haqqa o'ting. Ketdi. Jon aka buni qaysi ko'ldan olib chiqdingiz aka? Antar Rekozda. Anjar Hovzdan chiqdi. Kimni ko'lidan? Zokir aka degan odam. Ha, bo'l. Necha kilo yukladingiz bachokka? 620. 620 kilo. Hozir qishki kunda kelaveradi. Yana bir oydan keyinchi. O'sha martga o'tamiz. 1,5 oydan keyin. Necha kilo yuklaysiz? Yozdachi? Yo'q, 250. Lekin ashi ham ko'p o'zi asli. Chunki yo'l kira qoplash uchun iloji 300 yuklaysizlar. O'zi 150, 160 normalniy yuradi. Uzoqdan kelish uchun. 62,5. Shoru baliq sohasida birinchi marta ishlayapsiz. Xo'p. O'zbekistonda mana shunaqa baliq keng sotilishini bir o'zi bilganmidingiz mana shunaqa sotilishini? Bir umringizda bunday. Yo'q. Mana shunaqa odamlar ko'p yeyishini bilamidingiz yo'qmi? Yo'q. Lekin Turkiyada ko'p ketishini bilardingiz. Ha. Lekin Imini Anjanni bilmadingiz, a? Yo'q. Qishlog'idan shunaqa qarami? Murodjon aka sizchi aka mana o'tganlar 1 yildan oshiqroq ishlayapsiz. Ha, 1,5 yil ishladim. Mana shunaqa baliq ko'p ketishini deb o'zingiz hayolingizga kelganmi, kelmagan birinchi bizga kirganingiz, a? Oldinroq bilganimda ertaroq kelardi mana shu ishlagan. 67,5. Bana sos dedi-yu. Qosimlikni. Buni oylik olaman. Ha, yozib qo'ying, do'rgab ketam. Naq pulim yo'ldan. Qani? Qimmatda bo'ladi. Qaysi? Sho'purlarga 32 mingdan qo'yaveramiz, mayli. Sho'purlar. ketayotgan sho'purlar qaratini beradi-yu, qovurgan oshxonalarga to'plagan. Xo'p, akalar yana manzillarimizni aytamiz. Manzillarimiz Andijon Qum-bozor, Temirxo'ja mahallasi. Bu yerda ko'proq paket mahalla deb qo'yadi akalar. Akalar, xo'p, YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. 6 marta kelasizlar, 2 dona oq baliq beriladi. 60,5. Hoshtoqa oldingizmi? Nech puli chiqdi? 96 ming. Bo'ldi. Kim tortib berdi? O'rganuvdimi u? Shohru tortishni? Ichkaridagilar tortib Ha, berdi. ichkaridagilar bo'lsa ishonaman, bo'ldi. Bering hoshtoqa, beravering, berganingizda. Xursand bo'lib qoling dedik-da endi. Yana dumini Qolmaydi dedik. Bo'pmana. Ha, albatta hoshtoqa. Mana. Ular do'rgan To'g'ri qilishdi. 96 topqilarida ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak, men sizga hozir 4000 qilib Mana aytdi, oyog'ini qayqilib. bo'ldi, rozimiz. Sog' bo'ling. Ana, bitta ana tashab qo'yibdi Murod aka. Ular pashti 2 kiloyu qancha ekan? Keling, Shohru, obunachilarimizga bir chiroyli tilaklaringizga bildirib qo'ying, mana shu yerda turib, ha. Nima bo'ldi? Nima bo'lsin, bizga nima bo'lish kerak? Obuna bo'lish kerak. Xo'p, Obuna bo'lsa, shu like bossa, 6 marta kelsin. 6 marta kelsa, mana shu birinchi, ikkinchi, uchinchi hovuzada oqmali bo'ladi. Ashna li bo'yidan 2 dona beraveradi. Faqat 6 marta kelish kerak. 6 marta kelish kerak, Kanalimizga pechat bo'lish kerak. obuna bo'lish kerak. Kanalga obuna bo'lish kerak, pechat bo'lish kerak. Pechat Bu pechatimiz kelganda ko'rsatamiz o'zlariga. kelganda ko'rsatamiz pechatni. Mayda 22. Qayga tashlaylik bo'ldi? Birinchi vasenga oy. Birgami? Bizni kuzatayotgan akalarimizga ham yerdan sog' bo'linglar, salomat bo'lib, podpisatsiyani ayamanglar akalar.